Trudovой dogovor tuzishdagi xatolar. Assalomu alaykum, sizlar bilan men yurist Jonibek Abdullayev. Bu videoni Trudovой dogovorda xatosi bor do'stlaringizga yuborib qo'ying. Trudovой dogovor, ya'ni mehnat shartnomasini tuzishda ko'pchilik yurtdoshlarimiz xato qilishyapti. Bunga sabab ish beruvchilar o'zlari yuborishi kerak bo'lgan уведомленияni yuborib, sizga yubortirmayotganligi yoki Pochta Rossiya orqali yuborayotganligi. Pochta Rossiya orqali yuboriladigan уведомлениyalar migratsiya bo'limigacha yetib bormayapti. Chunki sizdan borayotgan har bir konvertni ochib, bazaga kiritishga migratsiya bo'limida sharoit yo'q. Bu nimaga olib keladi? Siz patentingizni uzaytirmoqchi bo'lsangiz, sizga отказ beradi. Chunki sizni уведомлениyangiz bazaga kiritilmagan. Shu sababli 60 ming chet el fuqarosi majburan chiqarib yuborildi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lishini xohlamasangiz, bizga Yurist Consulting komandasiga murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz.